Sog'lom turmush tarziga amal qilishning ilk qadami yurish va yugurishdan boshlanadi. Shu boisdan keyingi yillarda ommaviy yugurish musobaqalariga qaratilgan e'tibordan so'ng kundalik hayotini sog'lom hayot bilan bog'layotganlar safi yildan yilga ortib bormoqda. Ana shu maqsadda Talaba yugur loyihasi ham yoshlar orasida keng ommalashgani quvonarli. Undan ko'zlangan asosiy maqsad esa sport va ta'limni hamohang olib borishdan iboratdir. Bugun aynan Urganch davlat tibbiyot instituti talabalari ishtirokida yugurish musobaqasi o'tkazilib, oliygohimizning yuzlab olovqalb yoshlarni birlashtiryapti. Mana bugun Xorazm viloyatida oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida talaba yugur sport musobaqalari o'tkazilmoqda. Mana shu sport musobaqasida Urganch davlat tibbiyot institutidan ham 300 nafarga yaqin talabalar ishtirok qilmoqda. Albatta bu musobaqalar talabalarga nima beradi? Birinchidan talabalarimizni sog'lom turmush tarziga amal qiladi. Ikkinchidan mana shu kurslar kesimida g'olib bo'lgan talabalar birinchi o'rinni olganlarga 6 oylik stipendiya, rektor stipendiyasi, ikkinchi o'rinni olganlarga 4 oy, 3-o'rin olganlarga 2 oylik stipendiya bilan kurslar kesimida rag'batlantirish tizimi ham mavjud. Bunday tadbirlarni o'tkazilishi talabalarning sog'lom turmush tarziga amal qilishida katta rol o'ynaydi. Assalomu alaykum. Men Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali davolash ish fakulteti 2-kurs talabasi Kalandarov Shahzodbek Ravshan Mikovich bo'laman. Bu yugurish platformasi keng ko'lamda oliy ta'lim vazirligi tomonidan shu talabalar ommasida targ'ib qilinmoqda. Bu ko'pincha sportni rivojlantirish, talabalarni sog'lomlashtirish va ularni hayotga va vatanga bo'lgan ishonchini yanada orttirish tufayli shu narsalar yo'lga qo'yilmoqda. Inson bir kunda qancha masofa yoki necha daqiqa yugurish kerak? Inson bir kunda bu individualni yondashiladi. Masalan, o'zini hayot tarzidan kelib chiqadigan bo'lsak, kamida 5 kilometrni yurish yoki yugurish bilan o'tkazishi kerak deb o'ylayman o'z sog'ligi uchun. Xo'p, rahmat sizga, omad tilab qolaman. Mayli, rahmat. Mana ko'rayotganingizdek, ishtirokchilarning kayfiyati a'lo. Bu ham bo'lsa, bo'lg'usi shifokorlarni yugurish sog'lik garovi degan aqidani to'g'ri anglashgandadir. Sog'lom turmush tarzining asosi bo'lgan bunday tadbirlar talabalarga o'zgacha kayfiyat ulashdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Marafonda bu gal o'zim ham birinchi marta ishtirok etishim, to'g'risini aytsam, bu oddiy tadbir emas, balki sog'lomlantirish bayramiga aylanib ketdi. Aziz tengdoshlar, har kuni yugurishni odatlarimizga aylantiraylik. Zero sog' tanda sog'lom aql.